Nara nimaga aynan sariq penkaga rasmingizni yopishtirib qo'ygansiz deb ko'pchilik qiziqarkan, kelinglar o'sha savolga javob berib ketaman. Nafaqat butun O'zbekistonga, balki Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga mashhur bo'lib ketgan ushbu sariq penkani effektiga ham, narxiga ham o'zim javob beraman deb rasmimni yopishtirib qo'yganman. Bu penka bilan nafaqat yuzimni, balki bo'ynimni ham birga yuvaman. Ko'rib turganingizdek yuzim bilan bo'ynim oppoqina bo'lib turibdi. Bo'ynimning orqa qismi esa sal qoracharoq. Nafaqat yuzingizdagi makiyajingizni, balki polalaringizni ham chuqur tozalab beradi. Bu penkani quruq yuzingizga surtganingizdan keyin shunaqa oqarib, ko'pirib chiqadi. Va qora tochkalaringizni esa takpagi bilan tozalab qo'yadi. Kelinglar qo'limga surtab sizlarga ko'rsatib beraman. O'zingizga kerak bo'ladigan miqdorda olib, yuzingizga surtib olganingizdan keyin ozgina soniyadan keyin shunaqa ko'pirib, oqarib chiqadi. Va yana ozgina kutsangiz shunaqa yumshoq ko'pikka aylanib qoladi. Kelinglar yaqinroqdan ko'rsataman. Mana qaranglar. Va ushbu ko'pikni artib tashlasangiz shunaqa yo'q bo'lib ketadi va yana ozginadan keyin oqarib, ko'pirib chiqadi. Xullas, bu penkani suvda yuvib tashlamaguningizgacha shunaqa oqarib, ko'piklab chiqaveradi. Ko'rib turganingizdek, yuzimdagi ko'piklarni artib tashlasam ham yana qaytadan yuzim oqarib, ko'piklab qolyapti. Va suvda yuvib tashlasangiz ham umuman qiynalmaysiz, birpasda yuvilib ketadi. Ushbu penka yuzingizdagi dog'larni ochartirib, yuzingizni oppoq qilib qo'yadi. Afsuski, O'zbekistonda bu sariq penkani falshifkalari ko'payib ketgan, ehtiyot bo'lasizlar. Originalida esa mening rasmim yopishtirilgan.